Bir kuni Arslon tulkiga qarab, tezda menga biror yegulik top, yo'qsa o'zingni yeyman, debdi. Tulki chorasiz bir eshakka yaqinlashib, "Voy, xo'tikvoy, senga xushxabar keltirdim. Arslon seni shoh qilmoqchi ekan. Bu yuzdan u yoningga kelsa, qochib ketma, xo'pmi?" debdi-yu ketibdi. Bir oz vaqt o'tib Arslon keldi. Eshakka hujum qildi. Eshak quloqlaridan ayrilgach qochib ketdi. Tulki eshakni qidirib bordi va eshak tulkiga baqira ketdi. "Sen meni aldading. Qara, quloqlarimdan ayrildim." Tulki shunda, "Nega qochding, tentak? Arslon boshingga toj qulayroq turishi uchun quloqlaringni uzib tashlagan. Bu safar kelsa qochma", debdi-yu ketibdi. Vaqt o'tib Arslon yana kelibdi. Bu safargi hujumda eshak dumidan ayrilibdi. Tulki esa yana boribdi. "Qara, bunga nima deysan? U dumimni uzib oldi." "Qo'y, jinni eshak, Arslon dumingni uzib olganining sababi sen taxtga qulayroq o'tirishing uchun. Bu safar kelsa qochma." Arslonning bu safargi hujumidan eshak omon chiqmabdi. Arslon tulkiga eshakning jigari bilan miyasini senga beraman deb va'da bergan ekan. Tulki Arslon yoniga kelgach faqat jigarini beribdi. Tulki "Miyasi qani?" desa, Arslon "Miyasi bo'lganda shu holga tusharmidi?" debdi. Ha do'stlar, kim nimani tushundi? Xulosa o'zingizdan.